Bugungi tun poytaxtdagi aviasozlar bozori, xalq tilida Kadisho nomi bilan tanilgan bozorda baxtsiz voqea sifatida esda qoldi. Tunda bozorda yong'in sodir bo'lgan va o'sha paytida olov bartaraf etilgani aytilmoqda Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi axborotida. Ayni paytda esa tegishli organ xodimlari yong'in bilan bog'liq vaziyatni o'rganmoqda. Nimalar yongan? Televiziyalarimiz kerak emas, qo'yinglar. Hamma hozir kelib ko'ryapman endi. Kesam yonib turibdi, bo'ldi. Shu mana shu 4 mahsulotlarida. Qoladi. Zararim yo'q mana, hozircha yo'q. 12da kechasi yongan. Sizga xabar qachon keldi? O'zingiz qachon xabar topdingiz? Birlarda, 1:30da. Olov kattamidi? Dahshat edi. Yo'q, O'zingiz tanishtira olasizmi? Shuncha katta olov bo'lgan, shuncha katta yong'inga MCS kelmaganmi? Kelgan. Qani MCS? O'chiring aka. Chaqirib bersin yoki biz bilan uchrashtirsin, xabar bersin desak, xodimlar hech kim. Yo'q. Bilmadik. Sabab Chiqarma. Nimaga chiqarmayapti? sizlarga mumkin-ku masalan. Yo'q, mana ruxsat bermayapti-ku, ko'rdingiz-ku. Nimaga sabab? Bilmasam. Xo'p, chaqirib bersa bo'ladimi? Odamlar bilmoqchi, yong'in qanaqa bo'lgan, katta bo'lganmi, kichkina bo'lganmi, qancha zarar ko'rgan. Assalomu alaykum. Yong'in haqida kim ma'lumot bera oladi? Yong'in haqida. Kim ma'lumot bera oladi yong'in? Yong'in xavfsizligi xabar bera oladi. MCS kelganmi o'zi? Shuncha olov bo'lgan, MCS kelmaganmi? Sizga tayanchni qilib bo'ladimi? O'zizga MCS chaqirib bering agar. O'tkazmasangiz, chaqirib bermasangiz, nima qilishingiz kerak hozir? Ey xudoyim. Yong'in haqida kim ma'lumot bera oladi? Men bilmayman. Shuncha yong'in bo'lgandan keyin MCS kelmagan. MCS kelgan, men bilmayman. Kelmagan deyishyapti. Yo'q, men kelgan. Kelmagan. Shug'ullangan mana hozir, shug'ullanyapti. Hozir do'konlarga zarar yetmagan deyapti. Shu to'g'rimi? Endi ko'rmaguncha nimani bilasiz? O'z do'koningiz bormi bilinyapti? Ha, endi chiqarishmayapti. Xo'p, chaqirib bersa bo'ladimi? Odamlar bilmoqchi, yong'in qanaqa bo'lgan, katta bo'lganmi, kichkina bo'lganmi, qancha zarar ko'rgan. Siz xabar bering. Xabar berdim. Mana yoqqa boringlar, mana yoqqa. Yo'l bo'shdi. Mana bozor yondi. Ta bozori ochildi, bozor savdo anaqasini faoliyatini davom ettiryapti. Shuni aytib qo'ysa bo'ladimi? Gapirib bersangiz, Bu hozir men gapirmayman-ku, u narsa. Yong'in haqida sizga ma'lumot bera oladimi? Ben yong'in bo'yicha sizni bilmayman. Bilaman. Mana shtabga boring, shtabga murojaat qilasiz. Bu holat bo'yicha bizda shtab tashkil. Kimdir yordam bera oladimi bizga ma'lumot berishda? Siz shtabga murojaat qiling. Bu favqulodda holat bo'yicha borib, o'sha yerga murojaat qiling. Ular bu yoqqa jo'natdi aka. Agarda mana katta darvozadan kirganingizda chap tomonda ishchi guruh o'tiribdi. O'sha yerga murojaat qilasiz. O'sha yerdagilar bu yerga jo'natdi bizani aka. Voy, точно bilmayman bolam. Biz pastda o'zimiz bozorda savdo qilganmiz. Shu bozor ma'muriyati ham shu narsani xohlamasa kerak, ozgina anaqa ishlatinglar kallani. Yo'q, ishlaydi, cho'tki ishlaydi sizlarniki. Ishlamagani uchun sizlardan so'rayapmiz. Bizi kallamiz ishlamaydi. Cho'tki ishlaydi sizlarniki. Kallamiz ishlamagani uchun kelganmiz. Chiqaysa yo'q deyapti hozir. Ha, bizlarni u yerda joyimiz bor, narsalarimiz bor. So'raymiz, yo'q deyapti bular. Yo'q, yuzta chiqib qolsa kerak menimcha. Balkim. Yo, bilmayman endi to'shnisi. Men ham uncha o'zim boshqa joyda ishlayman, просто olib chiqib beraman. Tovarimni sotib beradi. Nimalaringizni yo'qotganingizni ham bilmaysiz. Bilmayman, yo'q. Hamma zira bor, hamma narsa ketdi. Hech narsa qolmagan. Siz birinchi qavatdasiz-ku, birinchi qavatga ham o'tgan. Tepadan narsa tashlab suv sepganda, narsa yongan narsani tepaga. Hech narsa qolmaganda bitta mana shu desib qo'ygan bo'ldi. Oho. Assalomu alaykum. Nimalar bor edi? Hamma narsa bor edi. Zira, muruj, kashnish, hamma narsa bor edi. Achchiq shirin, qalampir, hamma narsa bor edi. Mana hammasi kuygan, nima bo'lgan? Taxminan 8 ming, 10 ming
$8,000 chiqsa kerak mana shu. Rosa ko'p tovar edi-da, bilmayman. Va olov tushgan bu yerga? Bular narsalarda bular. Yongan narsalar tushgan bu yerga. Bu yoqda narsalar yonib erib tushganda. Bu mana bu kabeldan svet tushgan, bilmaymiz biz. Qayerdan olov tushganda bu. Yerga ko'rsatib, bu shtatga emas. Hozir men sizga bilib beraman. Ikki marta o'tganingiz. Hozir men sizga bilib beraman. Aka gapira olasizmi o'zi? Sizga gapirishga majbur emasman. Bilaman, majbur emassiz. Odam kelsa gapiradi-ku, odam murojaat qilsa, to'g'rimi? Men sizga odam deb murojaat qilyapman. Men yomon savol ham bermadim shekilli. Shtab bormi o'zi deb so'rayapman. Bor debdi-ku. Xo'p, mana siz oldingizga chiqqan odam yo'q dedi. Shtab bormi yo'qmi o'zi? Shtab ichkarida aytdilar-ku. Yo'q, hozir o'zi mana u yoqqa bor dedi, u aytgan odamlar u yoqda yo'q dedi. O'sha yerda o'zida bu odamni o'zi bizga bu yoqqa jo'nat. Mana shu yerda shtab deb. Bo'lmasa bozor ma'muriyatiga murojaat qilaveradi. Organ nimaga kerak bizga agar aniq ma'lumot bermasa? Nimaga kerak organ bizga? Ichki ishlar bilan prokuratura nima deb o'ylaysiz? Aka nimaga kerak deb o'ylaysiz? Mo'tabar Nurmuhammedova. Kimga ma'lumot beryapsiz? Qiynalib yurmang deyman-da. Sevimlidan Mo'tabar Nurmuhammedova. Taniyman, gaplashganmiz. Belgilar berib qiynalib o'tirmang deyman-da. Aniq-taniq mana ma'lumot o'zim berib qo'yay. Jurnalistlar nimadir ma'lumot olmaydimi? Gapirishmadi, yo'q. Bizga ham ruxsat berishmadi, hali turibmiz. Kirishga ruxsat berishmadi. Hozir bozor ma'muriyati kelishini kutishyapti, bilmayman o'zi. Kim aytdi shu ruxsatni kim bermadi? O'zigini tanishtirishmadi ham hali. Men siz orqangizdan ketaveraman men. Juda katta ish qilindi hozir. Ishlamagan demayapman men. Hozir mana bozor rahbari. Nima qilingan bilmoqchimiz. Odamlarga berish kerakmi shu axborotni? Обязательно. Voy, o'zi kutib turuvdi sizlarni. Chunki ishlaysiz o'zi? Men shu bozorda ishlayman. Mana o'zi как раз mana odamiga aytamiz hozir как раз ana bozor ishlayapti. Обычный rejimda. Shu bozor ma'muriyatiga ayting bersin intervyuni. Mana hozir aytamiz. Yuqoridagilarni aytganini qiladi-da bozor ma'muriyati. Hozir 1 minut hozir. Bozorda qancha hudud yondi, qancha tadbirkor zarar ko'rdi, qachon bo'lgan olov, nimadan kelib chiqqan? Kecha kechqurun bo'lganda. Kecha kechqurun soat 1:20lar atrofida Aviasozlar dehqon bozorida ma'muriyat binosi tomida yong'in sodir bo'ldi. Boshqa bu yong'inda 400 metr kvadratga ega bo'lgan joyimizda yong'in bo'ldi. MCS xodimlari birgalikda hammasini yordam bilan o'chirib oldik. Talafotlar yo'q. Faqatgina o'sha yerda 3 dona do'konimiz, bir 10 dona savdo rastamizga yong'in sodir bo'lgan. Va bozorimiz har doimgidek o'z faoliyatini davom ettiryapti. Shunda olov nimadan chiqqan? Ma'muriyatdan chiqqan? Endi uni mutaxassislar, ekspertlar kelgan, o'rganib chiqyapti. Olovni 1,5 soat atrofida o'chirib oldi.